Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Hozir tayyorlab qo'ydik. Xot shu holat mana 1.7 stenka qilib 3 ta pog'onali bu ob'yomga xudo xolasa kelishtirib beramiz. 700 mingdan beryapmiz, ob'yomga yanada kelishtiriladi. 680 qilib beramiz. 4 ta pog'onali ham qilib berishimiz mumkin. Xudo xolasa aytsalaring qilib beraveramiz. O'sha 4 ta pog'onasi 700 mingdan chiqadi. Mana 1 metrlari bor. Bularni ham qilib beraveramiz. 570 mingdan qilib beryapmiz. Ikkala tomonda kresti bor. 1.7 stenka oyoqlari, kak polojini. Xudo xolasa. Endi yana qo'shimcha hozirda ishlar olib boryapmiz. Yangilik bo'ladi. Yaqin kunlarda uni ham sizlarga aytamiz. Va paddonlarini ham hozir yaqinroq qilib ko'rsataman. Konteynerda plankasini ham qo'yib qilsak bo'ladi. Ba'zilar o'sha talablar bor. Konteyner plankasidan qilib bering deydi. Ba'zilar mana profildan mustahkamroq bo'ladi. Shundan aytishyapti, shundan qilib beryapmiz. Keyin yana sizlarga arzonroq narsamiz bor, agar ma'qul kelsa. Hozir bu rabochiy holatda bo'lgani uchun 470 mingdan beryapmiz. Balandligi 1.70, bir komplekti 470 ming. Mana kelishtirib beramiz. Saslansa yaxshi, ishlayveradi. Shu zakaz bersalaring buni ham inshaalloh yetkazib beramiz. Harakatdamiz, buni shotichali bo'lishlari mumkin. Holat yaxshi. Bemalol 2-3 etajlarga chiqadi, ishlayveradi. Keyin mana kareta deganlar uchun karetalar bor. Karetalar beramiz. Buni ham xohlasa kelishtirib berilaveradi. Shu endi sekin-sekin shu narsalarni qo'shyapmiz. Sizlarga avvalo rahmat e'tiborlaringiz uchun. 24-hafta baza Yaypan, o'sha Qo'qonga yaqin joyda Yaypanda joylashganmiz. O'zbekiston bo'ylab telefon qilishlaring mumkin. 90lik 533 56 53. 90lik 533 56 53 Sherzod beklar bilan 24-hafta baza 6 Yaypanda joylashgan adresimiz. Sog' bo'linglar. Inshaalloh yana aloqaga chiqamiz. Rahmat.